Assalomu alaykum. Xo'p, o'tgan darsimizda biz kirish qilib olgan edik. Endi bugun kerakli dasturlarni o'rnatib olamiz. Demak, bugungi o'rnatishimiz kerak bo'lgan narsalar Visual Studio Code va Google Chrome brauzeri. Xo'p, yangi kompyuterlarda Google Chrome brauzeri bo'lmaydi. Shuning uchun buni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Microsoft Edge dasturiga kiramiz va bu yerdan Chrome deb qidiramiz. Va mana natija chiqdi va google.com bo'yicha brauzer Google Chrome shu saytga kiramiz. Va mana chiqdi. Skachat Chrome. Va mana yuklashni boshladi. Atigi 11 MB. Va mana yuklab oldi va buni o'rnatishni bilishingiz kerak. Men qaytadan o'rnata olmayman, chunki Chrome kutilgandek biz xohlaganda ishlamay qoladi. Dastur 2 marta o'rnatilsa shunday bo'ladi. Xullas, Chrome'ni o'rnatishni o'rgandik va o'rnatganimizdan keyin buni o'zidan VS Code o'rnatamiz. VS Code download deb yozamiz va mana o'zining rasmiy saytiga kiramiz. Va VS Code'ning talablari Windows 10 yoki Windows 11 bo'lishi shart. Undan pastda ishlamaydi va Windows uchun Linux va Mac OS sistemasi uchun maxsus versiyalar mavjud. Agar o'zingizda Windows bo'lsa Windows, Linux bo'lsa Linux, Mac OS bo'lsa qaysi biriga tushsa shuni o'rnatishingiz mumkin. Hop, biz Windows ishlatamiz, shuning uchun Windowsni bosamiz. Mana o'rnatish boshladi. Atigi 133 MB. Men buni o'rnatganman va buni ham o'sha doimgidek bir xil qilib o'rnatasiz. Hop, bugun sizlar bilan kerakli dasturlarni o'rnatib oldik. Yanagi darsda batafsil dasturlash tili bo'yicha gaplashamiz.